Korallar bu shunchaki dengizni bezatib turadigan o'tlar emas, balki haqiqatdan ham go'zal, ajoyib tarzda oziqlanadigan tirik jonzotlardir. Videoni oxirigacha ko'ring, ular nima bilan ovqatlanish haqida bilib olasiz. Ularning tanasi ichida simbiotik suv o'tlari zooxantellar yashaydi. Ular quyosh nurini tutib, ya'ni fotosintez orqali korallarga aminokislota va glyukoza bilan ta'minlaydi. Evaziga esa koral ularga himoya, yashash uchun joy va kerakli oziqa bilan ta'minlaydi. Shu simbioz tufayli korallar o'sish va hayot uchun zarur energiyani 90% gacha oladi. Shuning uchun ular asosan fotosintezga yetarli quyosh nuri bor joylarda yashaydi. Korallar faqatgina quyosh nuridan quvvat olish bilan cheklanmaydi. Tunda korallar o'z poliplari yordamida suvdagi plankton va mikroorganizmlar bilan ham oziqlanadi. Nur va tirik organikaning shunday uyg'unligi korallarni betakror mavjudotga, ular esa dengizdagi riflarni eng go'zal va jonli joylarga aylantiradi. Bundan ham qiziqroq ma'lumotni olishni xohlasangiz bizga obuna bo'ling.